va shunday xotinlarni nikohinglarga olinglarki, sizlarni nikohinglarga tekkan xotin oldinglarda turib, "Ey dadasi, men sizni haqiqiy chin musulmon bo'lishligingiz uchun, oilamizni islomiy oila bo'lmoqligi uchun, farzandlarimni boshqa insonlarga o'xshab Allohning kalomini yod oladigan qori murattab bo'lmoqligi uchun men nima xizmat qilib beray, dadasi" deydigan xotinlarni nikohinglarga olinglar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'rga o'tiruvdilar. "Ey sahobalarim" dedilar, "Axlat xonada o'sgan guldan hazar qilinglar" dedilar. "Yo Rasululloh, axlat xonada o'sgan gul qanaqa bo'ladi?" dedilar. "O'zi tashqi qiyofada juda go'zal, juda chiroyli, ko'rsangiz havasiz keladigan qiz-u, lekin odob, axloq ko'rmagan, tarbiya ko'rmagan, sharm hayo nimaligini bilmagan xonadonda o'sgan qiz" dedilar. "Agar sizlar uni tashqi qiyofasiga mahliyo bo'lib nikohingizga olsangiz, u beodoblik uchun faqat boshingizga kulfat keltiradi."